Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan navbatdagi loyihamizni birgalikda qisqacha obzorini ko'rib o'tamiz. Do'stlar, bizni kanalimizni yanada yuqoriroq cho'qqilarga chiqishligi uchun video ostida like qoldiring, maksimal bizni qo'llab-quvvatlang va fikr-mulohazalaringiz va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyaga bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Biz bilan yaqinroq tanishmoqchi bo'lsangiz, Telegram va Instagram profillarimizga ham o'tishingizni tavsiya qilamiz. Instagram va Telegram sahifalarimizni esa video ostida opisaniyada qoldirib qo'yganmiz. Biz esa boshlaymiz. Loyihamiz umumiy kattaligi 33 metr 90 sm ga 35 metr 60 sm, ya'ni 12 sotixli yer maydoniga joylashtirib o'tilgan. Ko'cha tomonimiz 35 metr 60 sm ni tashkil qiladi, to'g'riga esa 33 metr 90 sm dan iborat. Loyihamiz umumiy ikki qismdan tashkil topgan. Birinchi qismimizning umumiy kattaligi 33 metr 90 sm ga 5 metr 80 sm ni tashkil qilib, o'z ichiga basseyn, dush, hojatxona hamda parilka qismlarini oladi. Mana shu basseynimiz joylashgan tomonning umumiy basseyn hammomlarimiz bilan birgalikda kattaligi 63 metr kvadrat bo'lsa, unga qo'shilgan navisimizning umumiy maydoni esa 130 metr kvadratdan tashkil topgan. Asosiy korpusimizda esa umumiy 4 ta yotoqxona, bitta oshxona, 3 ta sanuzel, 3 ta garderob va bitta kattagina hol qismi mavjud. Endi esa ko'p kuttirmasdan loyihamizning ichki ko'rinishini birma-bir xonalarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Asosiy korpusimizdan ichkariga kirganda bizni 8,8 metr kvadrat kattalikka ega bo'lgan prixoshka qismimiz qarshi oladi. Undan so'ng esa biz holga o'tamiz. Holimiz va koridorimizning umumiy maydoni 54 metr kvadratdan tashkil topgan bo'lib, mana shu holimiz chap tarafda kattagina ochiq qilib, katta panoramli oynalari bilan old tarafga qaratilib qo'yilgan derazalari ham mavjud. Va bu holimizning to'g'risida esa oshxona qismimiz mavjud bo'lib, bu oshxonamizning umumiy kvadrati 22,5 metr kvadratga teng va bu oshxonamizning ichidan kattagina mehmonxonaga o'tib ketsa ham bo'ladi. Bu mehmonxonamizning kattaligi esa 31 metr kvadratdan tashkil topgan do'stlar. Mehmonxonamizni bundan tashqari old tarafdan kirish uchun katta panoramli eshiklari ham qoldirib ketilgan. Oshxonamizdan sekin-astalik bilan yana holimizga qaytib chiqib, bu holimizdan T obrazli ulangan koridorimizga yuzlanamiz. Koridorimizning o'ng tomonida esa kattagina yotoqxona qismi mavjud. Bu yotoqxonamizning umumiy maydoni esa 22,8 metr kvadratni tashkil qiladi. Yotoqxonamizning derazasi orqa hovliga qaratib o'tilgan va bu yotoqxonamiz o'zining ichiga sanuzel hamda garderob qismlarini oladi. Umumiy maydoni esa 8,6 metr kvadratga teng. Garderobimizdan ichkari sanuzelimizga xuddi mana shunday bo'lib alohida eshik bilan kirib ketiladi. Endi esa bu xonamizdan ham sekin-astalik bilan tashqariga chiqamiz. Uyimizning eng katta yotoqxonasi xuddi mana shu hisoblanadi. Bu yotoqxonamizning yon tarafida, ya'ni chap tarafida ham bolalar uchun ajratilgan alohida yotoqxona qismi mavjud bo'lib, bu yotoqxonamizning umumiy maydoni esa 16,8 metr kvadratga teng va bu yotoqxonamizning ichida ham alohida garderob qismini tashlab ketganmiz. Garderobimizning umumiy kattaligi esa 8,8 metr kvadratni tashkil qiladi. Tushuncha bo'lish uchun bu degani 2,4 metrga 4 metrlik joyni oladi degani. Va bundan keyingi yotoqxonamiz ham mana shu bolalar yotoqxonasining chap tarafida qoldirilgan bo'lib, bu yotoqxonamizning ham umumiy maydoni 16,8 metr kvadratdan iborat va bu yotoqxonamizning ichida alohida eshikdan kiriladigan ham garderob, ham sanuzel qismlari mavjud. Mana shu sanuzelimizning umumiy maydoni 4,2 metr kvadratni tashkil qilsa, yon tarafdagi garderobimiz esa 5,2 metr kvadratga teng maydonni egallaydi. Bu yotoqxonamizning qarama-qarshisida yana bir va eng so'nggi yotoqxonamiz qoldirilgan bo'lib, bu yotoqxonamizning umumiy maydoni 21 metr kvadratdan tashkil topgan do'stlar. Va albatta umumiy sanuzelimiz
xuddi mana shu joyda qoldirilgan bo'lib, umumiy kattaligi 4,75 metr kvadratni tashkil qiladi. Xuddi mana shunday do'stlar, loyihamizni qisqacha tasnifini tushuntirib o'tmoqdamiz. Endi esa do'stlar, xuddi mana shu joyda videomizni yakunlaymiz. Sizga aytgan loyihamizni albatta chizmalar asosida qilinadi. Uni biz video qilib ko'rsatayotganimiz shunchaki buni tushuncha bo'lishligi uchun va kimgadir qiziq bo'lsa, to'liq loyihani mana o'zimizdan olishi mumkin. Loyihamiz umumiy ikkita qismdan tashkil topadi. Birinchisi esa ishchi loyiha qismi, ikkinchisi esa ko'rib turganlaringizdek santexnika, elektrika qismlaridan tashkil topgan. Derazalar balandliklari, chiqargan figuralarimiz, tomni figuralari va ketadigan rasxod materiallarining hammasi mana shu loyihamizda keltirib o'tilgan. Bu esa xuddi taklif loyihadek, demak videolar bilan, to'liq rasmlar bilan chiqarib qo'yganmiz. Xullas kalom, o'zimizga bog'lanasiz. Loyiha kerak bo'lsa, yuqoridagi raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sizlar bilan kamera qarshisida Mehroj bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.